Polvon. Assalomu alaykum. Biz mana Qozog'iston Respublikasidan kelgan klientlarimiz, mana shu nevaram yoshligidan ozgina deformatsiya bilan tug'ilgandi, ozg'in. Necha yoshda nevarangiz? Polvon-ku. Hozir necha yoshda? Hozir 4 yosh. Ana 4 yoshda такой gigant u нас. Bir yil yanvar oyida mana shu klinikani topib, shu okan oldiga kelgandik. Mana hozir xudo xolasa nevaramiz yaxshi, ozg'in edi, kasalmand edi har doim. Mana shu qo'li taqqandan keyin mana ozgina vaqt o'tishi bilan qancha o'zgarishlar bo'ldi. Allohga beadab shukrlar bo'lsin. Xudo xolasa mana yana ozgina qatnaymiz, xudo xolasa bu yog'iga polvonimiz katta yigit bo'laversin. Ay, sizga ham rahmat. Hamma tavsiyalarni bajarib yuribsizlar. Mana shunday bo'ladi. Kim biz aytganini qilsa, faqat 5 ga natija bo'ladi. Rahmat. 5 ko'rsat menga. 5. Bu bola hali 5 yoshga ham to'lmagan. Shuning uchun ko'pchilik tanimaydi uni hozir. Молодец. Аңсаумен өткен өмірге мынау не етерміз.